Salkam 40 million so'm evaziga bitgan tunuka ishimiz Andijon viloyati Shahrixonda bo'ldi. Albatta videoni boshidan oxirigacha ko'ring va videoga bitta like bosib qo'ying. Siz uchun hozir mana shu xonadonni video obzorini qilib beraman. Bu xonadonimizni mana bu ustullarni ham tunuka qilib berdik. Assalomu alaykum. Uyga tunuka qilmoqchi bo'lib yurgan hurmatli vatandoshlar, sizlar bilan har doimgidek Kamina usta Shohruxbek. Biz jamoamiz bilan birgalikda xonadonlarga mana shunaqa ajoyib ko'rinishga ega bo'lgan tunuka ishlarini qilib kelmoqdamiz. Bizning navbatdagi xonadonimiz Andijon viloyati Shahrixonda mana shunaqa go'zal holatda o'z nihoyasiga yetdi. Bu xonadonimizga biz video boshidayoq aytib qo'ydik, sizlar ko'p kutilmagan holda jami bo'lib 290 kvadratga yaqin tunuka rasxod qildik va xonadon egasiga 39 million 380 ming so'm evaziga reyka samarasi esa o'rnatib berish usta xizmatlari bilan barcha xarajati ichida bitirib berdik. Endi videoni ko'rishda davom etsangiz, video davomida Xudo xohlasa tunuka fonga oid eng kerakli ma'lumotlarni berib o'tishga harakat qilaman. Aytgan do'stlar, videoga bitta like bosib qo'yish esdan chiqib qolmasin. Bo'lmasam video obzorimizni qadrdonlar, bo'lmasam video roligimizdan boshladik va siz hozirda ushbu xonadonimizning tashqari shapkasini ko'rib turmoqdasiz. Biz ushbu xonadonimizni mana shu tashqari shapkasi, ichkari tomonlari bilan aylanasiga, darvozamizning tepa qismi, kursovlarga e'tibor bering, bir xil ko'rinishda va undan tashqari darvozaxona ayvonlarini tunuka qilib berdik. Xudo xohlasa bu xonadonimiz ham ko'ngildagidek ajoyib ko'rinishda bo'lib bitdi. Mana bu perixoshkamizni ajralib turishligi uchun mana shu joyiga shaxmat qilib berganmiz. Bo'rtib turadi, hurmatli obunachilar, chotki holatda bo'lib bitdi. Darvozaxonamizga kiradigan bo'lsak, darvozaxonamizni eni 3,5 metrga yaqin. Shuning uchun biz mana bu MDF naqshdor gullardan qo'shimcha qilib berganmiz. Ko'zni charchatmaydigan, skromniy holatdagi, juda ham oddiy ham emas, juda ham bachkana bo'lmagan tunuka fasonimiz. Siz ham uyingizga mana shunaqa fasonda qiling, chotki bo'lib chiqadi. Ichkari tomonga nazar tashlaydigan bo'lsak, shapkalarimizga e'tibor beringlar. Oldi qosh peshona 90 gradus va addomniy karniz. Undan tashqari mokri layli lentalarimiz ham bor. Bu juda ham minimalizm ko'rinishdagi fason. 10 yildan keyin ham Xudo xohlasa medangizga tegmaydi, mana shunaqa skromniy holatda bo'lib turadi. Tashqi burchaklarimizni bir xil ko'rinishda butun holatda chiqarib berganmiz. Bu tomonda ayvonimizga ham naqshdor MDF gullarimizdan qo'yib berganmiz. Buni 1 metrini 70 ming so'mdan o'rnatib beryapmiz, hurmatli obunachilar. Tunuka fonda esa 1 kvadrat metrni video boshida aytganimdek, vodiy bo'ylab 140 ming so'm, vodiydan tashqari viloyatlar bo'ylab esa 150 ming, 160 ming so'mdan qilib bermoqdamiz. Faqat vodiydan tashqari viloyatlarga 200 kvadratdan oshiqroq bo'lsa qilib bermoqdamiz. Xo'p, Samarqandda ikkita ishimiz ketyapti. Xudo xohlasa Jizzaxda ham yaqinda ishimiz boshlanadi. Yaqinda Samarqanddagi ishimizni tugatib video roligini sizlarga taqdim qildim. Endi Xudo xohlasa yana bitgan ishlarimiz bo'lsa, borib o'zim shaxsan video roligini taqdim qilaman. Biz jamoamizda jami bo'lib 100 ta 150 ta yaqin bo'lib ishlaymiz. Ya'ni 25 ta xonadonda birdaniga ishimiz ketadi. Xudo xohlasa bizga buyurtma qilsangiz, inshaalloh tez fursatda ishingizni bitirib berishga harakat qilamiz. Lekin shunga qaramasdan o'chirtimiz mavjud. Hozirda 20 kundan 1 oygacha o'chirtimiz bor. Xudo xohlasa navbatingiz kelganda o'chirtga oldirib qo'ysangiz, ya'ni zaklat berib qo'ysangiz, uyingizga chaqirib o'lchatib 20 kundan 1 oygacha bo'lgan muddatda xonadoningizga ustalarimiz tushadi va xonadoningizni mana shunaqa sifatli qilib bitirib berishadi. Ustullarimizni ham tunuka fonda o'rab berganmiz, ochiq ayvonlarimizni ham tunuka fonda o'rab berdik, hurmatli obunachilar. Juda ham zo'r holatda bo'lib chiqdi inshaalloh bu xonadonimizni tunuka fon ishi ham. Xudo xohlasa xonadon egalariga buyurib nasib qilsin. Yillar davomida Xudo xohlasa mediaga tegmaydigan skromniy holatda bo'lib chiqdi. Hozir tillaga burkangan fasonlar ham o'ziga yarasha zo'r chiqyapti, lekin hammada fokus har xil bo'ladi, hurmatli vatandoshlar. Kimgadir yoqar lola, kimdir atirgul shaydosi. Xonadon egasiga mana shunaqa skromniy fason yoqqanligi uchun mana shunaqa skromniy holatda qilib bitirib berdik. Tunukamizning rangi oq rangga mokri rangda bo'ldi. Hozirgi juda ham trendiy rang. Bizning bundan boshqa qilgan ishlarimiz ham Andijon tunuka kanalimizda mavjud. Bu original kanal, hurmatli obunachilar, adashib qolmanglar, juda ko'pchilik Shohruxbekga qildiryapman deb boshqasiga telefon qilib, murojaat qilib, nomeri meniki bilan bir xil bo'lgani uchun ozgina adashib qolyapti. Shuning uchun adashmanglar. Aynan 99 kodi bilan 442 9605 mana shu joyda nomerimiz turadi. Mana shu bizning telefon raqamimiz. Bizning o'zimizga murojaat qilsangiz, ishingiz mana shunaqa sifatli ko'rinishda bo'lib bitadi, hurmatli obunachilar. O'lchaydigan odamlarimiz 3-4 ta, men o'zimdan tashqari yana 3-4 ta o'lchaydigan ustalarimiz bor. Aynan shu raqamga qo'ng'iroq qilganingizdan so'ng bizning odamimiz borsa, shunda ishingiz sifatli va chotki bo'lib bitadi. Boshqa telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilib zakaz bersangiz, endi biz unga javob bermaymiz. Ishingiz qanaqa bitadi? Aynan bizga murojaat qilsangiz, ishingizni mana shunaqa sifatli ko'rinishda bitirib beramiz.
vatandoshlar baho beringlar, ishga zo'r holatda bo'lib bitdi. Ma'lumotlarni berib o'taman. Bu xonadonimizga jami bo'lib 290 kvadratga yaqin tunuka rasxod qildik va xonadon egasiga salkam 40 million so'm evaziga barcha xarajatingizni tunuka fonishlarini mana shunaqa go'zal holatda bitirib berdik. Albatta ekraningizda telefon raqamlarimiz turibdi. Telefon qiling, bog'laning, ma'lumot oling. Ma'lumot berish bepul, o'lchash bepul. Xudo xohlasa, telefon qilishingizga inshaalloh telefoningizga javob beramiz. Sababi telefonga bizning adminimiz javob beradi va siz bilan bizni bog'lab beradi. Sababi men o'lchash jarayonlarida bo'laman, rolda bo'lib qolaman, telefonga javob bera olmayman, shuning uchun bitta admin qilib qo'yganmiz. Adminimiz telefoningizga javob berib, sizga to'liqroq ma'lumot beradi, yana ham hurmatli obunachi. Shuning uchun hech ikkilanmasdan telefon raqamlarimizga qo'ng'iroq qilib bog'laning. Telegram ham, WhatsApp ham mana shu telefon raqamlarimizda mavjud. Hozirgi kunda odatda ko'proq 0.35 dan tortib 0.4 gacha bo'lgan tunukadan foydalanib qilib berilmoqda har bitta ish. Mana bu mayda detallari 0.3 tunukada bo'ladi. Asosiy detalimiz 0.35 yoki 0.4 tunukada bo'ladi. Ishingizni xudo xohlasa vanda qilmasdan chotki holatda bitirib beramiz. Qo'ldan kelgancha albatta. Xo'p, video roligimizga mana shu joyga yetgan yakun yasaymiz, hurmatli obunachilar. Albatta biz Andijon tunuka foni kanalini kuzatishda davom eting. Sababi biz deyarli har kuni sizlarga yangidan yangi qilgan tunuka fonlarimizni video roliklarini taqdim qilmoqdamiz. E'tiboringiz markazida har doim video usta Shohruxbek bo'ldi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, o'zingizni ehtiyot qiling. Rahmat hammaga.